Barchaga assalomu alaykum, xayrli kun yoki xayrli kech. Bugungi videomiz albatta Zil 131 bo'ladi. Ancha uzoq kutilgan videomiz. Mana videomiz YouTube'ga joylandi. Do'stlar, o'rtada ozgina tanaffus bo'lib qoldi. Shuning uchun biz yana videoni davom etkazamiz. Xo'sh do'stlar, tanaffusimizning sababi 43 ta podpisчигimiz bor. Shuning uchun biz orada ozgina tanaffus qildik, chunki videolarimizni mualliflik huquqi berilib yuborganligi uchun shuning uchun ozgina dam oldik va yana videolarni qo'yishga yana video qilishga tayyormiz do'stlar. Videolarimiz o'sha telefon orqali o'ynaladi va telefon orqali YouTube'ga joylanadi. Shuning uchun do'stlar, barchaga kachsizlik bo'lsa, kachsizlasa kamroq bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz oldindan. Do'stlar, videomiz ASMR video bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, barchaga savollar bo'lsa kommentariyaga kirib yozishinglar mumkin. Xo'sh do'stlar, biz voyenniy bazaga hozir Adina eng qimmat ekan, shuni olamiz va gazini bosamiz. Do'stlar, bizda pul 55117 rubl va 274 litr benzinimiz bor. Xo'sh, qolgan hamma yo'qimiz yaxshi. Uning 12 bu yaxshi degani voyenniy bazaga biz dalshi yana narsa tashiyveramiz. Xo'sh, ketdik bo'lmasa. Bu yerlardan asta-sekin o'tamiz. Chunki politsiyadan o'tganinglarda ko'rib turganinglardek ehtiyot choralarini ko'rmasangiz Adina ag'darilib ketishi mumkin. Do'stlar, kanalni ko'tarishim uchun, ko'proq video chiqarishim uchun podpisчиклар menga juda zarur. Ko'rib ketishlar soni o'rtacha hozircha asta-sekinlik bilan bo'ladi. Barcha narsa sirasi bo'lib ketishi qiyin, chunki kontentingizni yoqtirgan odam ko'radi. Ya'ni kerakli odam ko'radi. Shuning uchun kontent yaratishda xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Biz internetdan video registrator sotib olgan, body kamera sotib olgan edik. Kachsizlik emas ekan, shuning uchun qaytardik. Endi do'stlar, agar stimir qilish uchun bizda imkoniyat bo'lib qolsa, video body kamera sotib olamiz va YouTube'ga jonli efir qilamiz. Shuning uchun biz hozircha tanaffus qilib turdik. Ya'ni podpisчикларimiz ko'payguncha ungacha biz video yaratib turamiz. Orada ozgina vaqt kutamiz. Haligi mikrofon kelguncha. Hozircha mikrofonimiz yo'qligi sababli kontentimiz sifatli bo'lmasa-da, lekin boricha qilyapmiz. Shuning uchun do'stlar, bizlarni videolarimizga like va yangi kirganlar uchun podpisчигani to'xtatmaymiz. Do'stlar, ko'rib turganlaridek toshlar tushdi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Endi bu yerdan o'tib olish uchun bu chekkaga yuramiz. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan bu chekkadan
bazaga keldik. Bizda motorimiz oxirgi urinda qolgan edi. Motorda oxirgi uringa chiqaramiz harakat qilib. Shuning uchun pul topishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, 20 ming rubl pul berdi, 72 ming rubl pulimiz bo'ldi va yana o'sha yerga boraveramiz biz. Ming rubl qilib motorni kuchaytiramiz va qolgan narsalarni ham tochni joyiga qo'yamiz, chunki zilimizni oxirgi nuqtalarigacha olib boramiz. Bu yerlarda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun astalik bilan bosib o'tamiz masofani. Masofa unchalik juda uzoq emas. Yangi boshlaganlar uchun tezroq pul topish uchun bu o'ta zo'r variant. Shuning uchun variantimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Do'stlar, kanalimizda ko'proq video bo'lishi uchun laykni bossanglar ko'proq insonlarga boradi videolarimiz va obunachimiz ko'payishiga sababchi bo'lib qolasiz. Shuning uchun barchalarga iltimos qilib qolardimki, ko'proq layk bosish kerak. Xo'sh, bu yerda karyera, дружба debdi. Bularda olmaymiz va endi bazaga 13.536 rubl beryapti. Xo'p, ikkita xalta sim olib borishimiz kerak kabelni. Xo'p, 14 kilometr olamiz. Uni olishdan oldin ko'proq narsa berishi mumkin. Shuning uchun yana bir qator qarab qo'yamiz. Texnikalardan va endi bazaga olib boradigan hech narsamiz yo'q ekan. Mebellardan ham mebellar juda past narxlari. Shuning uchun mebellardan olmaymiz. Bu yoqda endi bazaga почти yo'q ekan. Shuning uchun kabelni olamiz. Bundan keyin boshqa narsa olib oldik. Ko'rib turganlardek endi bazaga emas. Endi bazaga ekan. Давай дальше. Hozir juda boshqa narsa qo'yganga o'xshayapmiz. Shuning uchun tavakkal bosamiz gazini. Spokойно ko'rinayotgan bo'lsa, sal chuqurga tushsiz ham stollarni qimirlaganini ko'rasiz. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan bu yerdan chiqib olamiz. Bu eng qisqa yo'l va endi bazaga. Va soqqasi ham juda yaxshi, normalniy. Lekin baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak.
zapisimiz internetni o'chirib o'ynayapmiz, chunki reklama chiqib berish ehtimoli juda ko'p. Shuning uchun astalik bilan internetni o'chirib oldik. Tashqarida ajoyib yomg'ir yog'moqda. Bunga video qilib chiqarishim uchun biron nima bo'lishi kerak. Shuning uchun, ya'ni videoga olishim uchun men do'stlar hozir kabelni emas, balkim boshqa narsa stol olib kelib olganmiz. Shuning uchun zudlik bilan bitta xato qildik. Ya'ni bekordan bekorga 87 rublga 870 nech pul rublga keldik. Juda arzon. Shuning uchun yana bir borib kelamiz. 100 ming rubl qilishimiz uchun. Do'stlar, biz knopkani bosganimizda o'sha stol bosilib qolgan ekan. Shuning uchun biz kabelning o'rniga stolni olib kelgan ekanmiz. Bizning videolarimiz, yana bir qator aytib o'tay, bizning videolarimiz ASMR video, ya'ni kechqurunda, ya'ni uxlashdan oldin videoni ko'rib maroq miyalarni dam oldirish uchun aslida sekin gapiriladi va sekin uyquni keltirish uchun, asosiysi ochig'ini aytganda ham uyqungiz keladi, ham zavq olasiz, o'yinda ham o'rganib olasiz. Mashinamiz avtomat korobka, shuning uchun sxemalarni ham to'g'irlash kerak. Mashinani o'chiramiz. Mana kabelni bas. O'sha mana antena ochildi, yana 7 ming rublga olamiz. Tashiyani va endi bazaga gazini bosamiz. Do'stlar, bizda asosiysi bu yerda pul ishlash va o'zimizni mashinamizni sil 131 da kuchaytirish. Hozir personajimizni ham yuksi keldi. O'sha biz shuni tashabbusganimizdan keyin dam oldiramiz personajimizni, bo'lmasam avariyaga uchrashi mumkin, ko'proq pul sarflab qo'yishimiz ham mumkin. Shuning uchun hozir sirasi bayinli bazaga borib, yukimizni topshirib, pulimizni olib, sirasi dam olgani. Videolarni YouTube'ga joylayganda heshbek qilaman, hashtagmi, xullas shu narsani qilganimdan keyin birorta mualliflik huquqini berib yuboryapti. U degani kimdir sizga bu bo'lgan videoni, ya'ni bo'lgan narsani sizga bizga qayta ko'rsatmoqda degan ma'lumotni bersa kerak.
hozircha tushunishim bo'yicha shunaqa. Antena fasi 1200 bir bola endi shunaqa nomi. Borishimiz manzilimiz va endi ba'zi 19.680 rubl berdi. Bu oz. 100.000 rubl qildik pulimizni. Endi borib uxlab olish kerak. Personajimiz bo'lmasa avariya holatlariga uchrash ehtimoli 100%. Shuning uchun biz uxlab olamiz. Hozir mana ketyapmiz. Xaritani ko'ramiz. Uxlashda tepaga qarab yursak, shu yerda dam olish zonasi bor. Biz shu yerga uxlash uchun personajimizni dam oldirish uchun olib kiramiz. Hozir mana radardan bitta yeb oldik. Bunaqa katta summa emasdi ekan. Bitta o'yinda 3-4 marta tushsangiz bu ancha miqdorni kamaytiradi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yuraverasizlar. Keldik, mana keldi. Endi do'stlar, biz birinchi uchda borib motorimizni kuchaytirib olamiz. Va keyin qolgan oshib qolgan pulga biz yana bir ikkita narsani kuchaytirib olsak bo'ladi. Xo'sh, bizga zaryadka bo'lib qoldi. Maynedrok va indichasdagi do'stimizdan zaryadka bo'lib qoldi. Kilometr juda uzoq bo'lishi mumkin, lekin hozir biz yaqin joyga boramiz. Biz polni gazni oxirigacha bosib boramiz. Ketdik do'stlar. Tezroq zaryadkani bajarib
yaxshi emas. Chunki ekran chekib olish ehtimoli juda kuchli. Ko'rib turganlardek, guvoh bo'lganinglardek, bitta liniyani ezganingizda ekranda ikkinchi liniyaga javob bermay qo'yyapti. Shuning uchun oz qoldi, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, bu yerda itak поскольку у меня сегодня хороший настроение и вы насколько я знаю неплохо видели. Короче, nimadir demoqchi bo'lyapti. Biz qayergadir kimnidir olib borishimiz kerak. Shuning uchun hozircha tushunmadim. Ruschanicha tushunmayman. Uncha-muncha. Shuning uchun boricha o'ynab ketaman. Endi do'stlar, biz belgilab qo'ygan joyga boramiz. Ya'ni zaявкani bajarish uchun bu yerda razbor menimcha точно razbor ketmoqda. Kimnidir nimasidir berilmagan, shuning uchun nimadir qilish kerak deyapti. Biz dальше boraveramiz. Biz ko'rib olamiz. Shu yerga borishimiz kerak ekanmiz. Shundoq o'ngga yaroqsiz ko'prik tomonga qarab burilib dальше boramiz. Zaявkalarni bajarish uchun. Nima berishi mumkin endi bizga? Spasibo aytaylik, pожалуйста. Xo'sh, bizga missiya bajarildi deyapti. Lekin pul bermadi. Lekin o'yinimiz 14 ga ko'tarildi. Do'stlar, bu degani yaxshi. Endi biz ko'tarishimiz uchun bir qator motorimizni ko'tarib olishimiz uchun ikkita ustaxonaga boramiz. Ya'ni bittasida summasi qancha, bittasida qancha. Chunki do'stlar, hammasida har xil summa yoziladi, ko'rsatiladi. Ikkinchi radarga tushishimiz. O'tib oling tezroqsiz. Ko'rib turganlardek do'stlar, bitta klavishda klavish bitta ezganlardan keyin ishlamay qoladi. Shuning uchun motor motorimiz buni remont qilaylik. Motorimiz 90 ming rubl ekan. Korobka передачasi 50 ming rubl. Tormoz sistemasi 60 ming rubl. Motorni boricha ko'tarsak yaxshi. Motorni kuchaytirib olamiz. Dальше. Xo'sh, bizda pul qolmadi. Endi motor 4-o'yinga ko'tarildi va bundan oshiqcha ko'tarilmaydi. Endi biz faqat tezroq pul ishlashimiz kerak.
sekin ko'tarib olsak bo'ladi. Motorimiz ancha kuchaydi. Endi ba'ziga biz yana o'sha holatda pulni kuchaytirish uchun narsa tashiymiz. 7,000 19,000 rublga yana narsa tashsak bo'ladi. Motor 100% bo'ldi. Почти motordan to'laqonli foydalanishimiz mumkin. Do'stlar, shu yerda videoda tamomlayman. Ko'rib turganlaridek telefon ancha ishlamayapti. Yaxshi ishlamayapti. Ilinib qoldik. Bu chatoq. Tak do'stlar, shu yerda videoni to'xtatamiz va podpiska bosishni unutmaymiz, layklarni bosishni unutmaymiz. Keyingi video chiqish uchun sizlarga bog'liq, chiqish uchun sizlarga bog'liq. Shuning uchun videoni shu yerda